Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizda cho'yanch kirifa, kirifka olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa ishimizni ko'rib baho bering. Yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yamiz. Mana ko'rib baho bering. Juda chiroyli bo'ldi. Razmerlarimiz 322 ga 360. Bir 15 kun oldin hamsalariga ham qo'yib berdik. Shuni ko'rib mana zakaz berdilar aka. Sifatiga juda chiroyli bo'ldi. Taylar shevellar, ustidan shanner. Aka. Zamonlari har doimgidek berzamok. Ichki taraflarini ko'rsatamiz. Obuna bo'lib ishlarimizni kuzatib boringlar. Taylarini ham moshina qilib bildirdik. Mana yomoshlari bilan. Qaysi do'stingizga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, videoni shu do'stingizga tashlab qo'ying. Obuna bo'lib like bosib qo'yamiz. Kimga narxi qiziq bo'lsa, plus belgisini qoldirsa, biz chiroyli qilib tushuntirib beramiz, narxlarni aytamiz. E'tibor uchun rahmat, kattakon. Ustalar qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib qo'yamiz.